Kulsum binti Uqaybadan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdim. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, insonlarni birorta bir joyda yolg'on gapirishlari joiz bo'lmaydi. Ya'niki musulmon kishi hech qachon yolg'on gapirishi mumkin emas. Magaram 3 ta o'rinda payg'ambar alayhissalatu vassalom yolg'on gapirishga ruxsat berganlar. Birinchisi dushman bilan bo'lgan jangda. Ikkinchisi ikki orasi buzilgan kishini orasini isloh qilishda. Uchinchisi xotinini eriga nisbatan gapirishi kerak bo'lgan o'rtasini tuzatadigan gaplarni gapirishda yolg'onga ruxsat beriladi. Yolg'on harom. Muttafaqun alayhi harom yolg'on. Ammo 3 o'rinda ruxsat beriladi. Uchalasi ham isloh. Dushman bilan bo'lgan jangda u sizga qarab o'tirmaydi u sizni vayron qiladi. U sizni vataningizni xarob qiladi. U sizni ahlingizni xarob qiladi. O'sha paytda unga hiyla, nayrang qilsa bo'ladi. Dushmanga nisbatan jangda. Ikkinchisi 2 kishi bor. Aka ukadir, qavmi qarindoshdir, do'stdir, farqi yo'q, musulmon kishi. Shularni o'rtasini isloh qilish uchun birini oldiga borib, falonchi siz haqingizda juda iliq gaplarni gapirdi. Men falonchani o'zi yaxshi ko'raman, biroz endi o'rtamizga sovuqlik tushib qoldi, dedi deb yolg'ondan gapirsangiz, o'rtasi isloh bo'lsa bo'ladi. Shunga shariat ruxsat beradi. Endi yolg'on gapiraverish kerak degani emas bu. O'zini joyi bor, maqomi bor. Uchinchisi, xotin arazlashgan, oila buziladigan darajaga yetib kelgan. Xotinga yoki eriga sani xo'jayining san haqingda bundoq gapni gapirdi. Men ayolimni yaxshi ko'raman, yashamoqchiman deyapti. Shu bilan oila tiklanib ketsa. Shunda gunoh yo'q. Yolg'on, lekin gunoh yo'q. O'shandagi gunohni ko'taryapti Alloh taolo, hatto insonlarning o'rtasini isloh qilish uchun. Demak, bu ish muhim ish ekanda. Endi bil aks azizlar, odamlarning o'rtasini buzish naqadar og'ir gunoh, katta gunoh. Do'stlarni bir-biriga yomon ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ladigan odamlar bor. Aka ukalarni bir-biriga yomon ko'rsatib qo'yadiganlar bor. Xotinni bir-biriga yomon ko'rsatib qo'yadiganlar bor. Mana shu o'rinda bitta narsaga ehtiyot bo'lishimiz kerak. O'zimiz bilmagan holda biz odamlarning o'rtasini buzamiz. Shundan albatta biz ehtiyot bo'lishimiz kerak.